Botirjon aka, nima qildik? Nima qildi uka? Go'zal qilibsiz. Bitta obzor ko'ramizmi ikkalamiz? Qanamizda. Mo eshigimcha baland bu, uzun-ku, patologgacha. Eshigimiz shunaqa zamonaviy skrit eshik uka. Zo'rmi? Albatta, ko'rib borasiz tashqarisidan. Qani? Do'stlar qaranglar, uzunligini. Bu necha pulga olindi eshik? $600. 600 dollar. Eshik o'zi 600 dollar bo'lsa, mana bu ichkaridagi narsalar gapirmasa ham bo'lar ekanda, unda. Albatta. Assalomu alaykum do'stlar. Andijonga kelganim. Botirjon akani oldiga. Shu obyektni bitgan ekan, obzor qilib ko'ramiz. Eshik, asosiy kirish eshigimiz mana baland. O'zi xonamizni o'zi ham baland. 320. Xonamiz balandligi 320. 320. Bo'ladi. Eshik chotki. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana 45 gradus chaqlanib, kafil bo'lgan ekan-a? Ha, albatta. Qani, endi eshikdan kirganda o'ng tomonga kir mashina o'rnatdi. Albatta, eshikdan kirganimizda o'ng qo'l tarafimizga avtomat kir mashina o'rnatib berganmiz. Tepasiga shkaf shunaqa. Bu ham patologgacha bo'pti. Bu ham patologgacha qilingan. Moshina bo'pti-ma. Gullar bilan bir o'zgacha turar ekan-a. Go'zal ekan-a. Undan keyin rakvina ekan-a. Albatta, rakvinamiz 1 metrlik rakvinamiz, подвесной, подсветкalik, kalyonli oynalik. Bu yerga mana aksessuarlarni o'rnatib berganmiz, podstavkasi. Oynamizga keladigan bo'lsak, mana oynamizdan abagretlik, bittalik uchib yonadigan oynamizdan bo'lgan. O'zi ham mana bu rovna bo'pti-da. Rovna qilingan. Ham zich bo'pti bir-biriga. Bu tomon devorga taqalgan, bu tomoni bir-biriga taqalgan. Bu tomoni mana dushoy перегородкаga yaqin. Bu tomonda dushoy. Bu tomonimiz Zona. dushoy zonamiz ikki tarafga surilib ochiladigan. Surma eshik bo'lgan ekanda. Mana surmali bo'lgan. Semistitellarimiz ham elektronli semestitel. U tepada portishga bor ekan-a. Tepaga portishga qo'yib berganmiz. 60 ga 40 santimetrlikda. Bu yerimizga mana installyatsiya unitaz, gigiyenskiy dush, bu yerimizga priborlari, bu yerimizga mana shkaf qilib berganmiz. Shkaf bu yoqqa chiqadi. Bemalol buni orqasidagi santexnikasi bilan tekinchalik biror bir korxon bo'lsa, bemalol almashtirsa bo'ladi. Bu shkafimiz ichiga isitgich joylab berganmiz. Elektrligidan shunaqa holatda vertikalniy qilib joylab berganmiz. Vertikalniy. Bu ham patologgacha ekan-a. Bu ham patologgacha chiqqan. Tepasiga skriti elektriskiy vechga qo'yib berganmiz. Havo sirkulyatsiya bo'lgan. Mana turibdi, chotki bor. Patologlarimiz natijnoy bo'lgan, oq matoviy chekalariga podsvetka, galogenlari bilan Ikki chekka o'tdi. ikki chekaga qilib berganmiz. Bu ham o'zgacha turar ekan. Bu tomonda veshilka. Bu tomonimizda veshilka, yonida sushilka qora rangda bo'ldi. Kotel orqali isiydi. Bu ham kotel orqali isiydi. Topli pol bo'lmagan. Topli pol ham bor. Topli pol. Vazimnoy. Elektriskiy yo'q. Yo'q. Kafel bo'lgan-a? Kafillarimiz 60 ga 120 matoviy, yoki shunaqa svetda qilib berganmiz. 60 ga 120. Pollarimiz ham 60 ga 120. Bu ham matoviy bo'lgan. Ko'rib turganlaridek. Skromni chiroyli o'tdi. Albatta. Devorlarimiz yarki, polimiz yarki, patolog yarki, qolgan priborlarimiz tomli bo'lgan. Juda go'zal ko'rinishga ega bo'lib turibdi. Ko'ringlar, o'zingizlar bir baho beringlar. Qaranglar. Просто yashab yashasangiz bo'ldi deydigan bo'lib ketdi-yu. Albatta. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Botirjon akaga va Sirojbek ustaga murojaat qilasizlar. Podключ remont qilgansizlar bu yerda. Podключ remont qilganmiz. Pol, devor, patolog, santexnika, elektrika hammasini. Mana aziz do'stlar, ko'rdinglar ishlarni. O'zingizlar bitta baholab ketinglar. Necha baho qo'ysin? Qanday bo'lar ekan? Buni obunachilarimiz o'zlari hal qilsinmi? Hal qilsin. Meni fikrim 5 balldan 10 ballgacha qo'yib ketsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Botirjon aka va Sirojbek usta keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.